Assalomu alaykum biznesmen akalar, og'alar. Xullas sizlar uchun bir zo'r taklifimiz bor. Urganchning qaynab turgan joyidan 24/7 diviziniya bo'ladigan joyidan shu do'konni ko'rsatib o'tamiz. Do'konimiz sotiladi. Hurmatli obunachilar, lokatsiyasidan mazmunga keladigan bo'lsak, dim zo'r, shikalant joyda. Sababi gipermarketning yaqinasida Kuna tunneldan chiqqan joyingizda bo'ladi. Yanında Ziyokor kitob do'koni bor и Ruskiy Center o'quv markazi bo'ladi. Do'konimizning metr kvadratini keladigan bo'lsak 32 metr kvadrat bo'ladi. Ichondan kiradigan bo'lsangiz, ana shunday holatda turibdi. Xohlasangiz shu o'zingiz biznesingizga qarab turib remont etib olsangiz bo'ladi. Pastda kafeda turgan afzalliklari to'kka turibdi. Bu yerda avval ishlaganlar и даже davom ettirsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Ichon tarafda metr kvadrat 24 metr kvadrat bo'ladi. Bu yerda nima ishlatsa bo'ladi desangizda, xohlasangiz go'zallik saloni, xohlasangiz muzikoy sartaroshxonasingizda bo'ladi. Xohlasangiz telefon aksessuar internet do'konichingiz bo'ladi. Sababi tunneldan chiqqan joyda bilasiz, telefon bo'yicha bu yerga ko'pchilik keladi. Dokumentda 32 kvadrat, ichi 24 kvadrat bo'lsa, uningiz bo'ladi deysizmi? Inash oldinda ko'rib turgan burchakkangiz ham siz haddingizga kiradi. Xudo xolasa bu yerdan ham bir narsa qarorlar planlashtirsangiz bo'ladi. Sababi davlatda kafelar, do'konlar shular deb ishlab turibdi. Kadastr bilan gaplashasizlar, ruxsatini olasiz, yana shu bir narsa qaror o'zingiz planlashtirsangiz bo'ladi. Aytganimning telefon sohasida dim zo'r o'ng'ayli joyda shu gipermarketning yaqinasida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, narxini 240 million deb turibdilar. 200 milliondan bermagan ekanlar. Men shu ko'rib turgan nomeringizga telefon etasiz, xudo xolasa kelishtirib bir narsa qarab biznesingizni boshlab berasiz. Hurmatli obunachilar, bizlar obuna bo'lib, shuningdek bir sizga manfaat keltiradigan videolarni chiqarib borishda biz xudo xolasa davom qildiramiz.